Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar videoni. Xudo xolasa Tikodan boshladik. 2000-yil ishlab chiqarilgan bir qator kraskasi asujdi bo'lgan. Bu yumshoq balolar qo'yilgan benzinda mashinamiz. Chexol, polik ham narsasi bor. ...326.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Zo'r sostaniyada turibdi, rasxoti yo'q, tayyor mashina. Bahosi 22 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz 1,5 so'm ustida kelishib savdolashib olsangiz bo'ladi. 2005-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 kraska bir qator asujit bo'lgan. Chexol, polik hamma narsasi tayyor. Metan gaz ballon uстановка bo'lgan. Sostanasi yaxshi mashina. Bahosi 35 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz 1,5 so'm mana savdolashib olsangiz bo'ladi. Nexia 2009-yil ishlab chiqarilgan Sonus gibrid kraska, mayda-chuyda kraskalari bor. Aynalar knopka, chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz ballon uстановка bo'lgan. 4 ballonlar sostanasi normalniy. 208 ming kilometr yurgan. Bahosi 38 million so'm aytilib turibdi. Bana 1,5 so'm ustida savdolashib olsangiz bo'ladi. Nexia 2015-yil ishlab chiqarilgan kraskasi Radnoy lyuks konditsioner. 146 ming kilometr yurgan. Bahosi 73 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishib savdolashib olaverasizlar. 2015-yil ishlab chiqarilgan Sonus gibrid kraska, qalinlarida kraskasi bor. Chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz ballonlari uстановка bo'lgan. 111 ming kilometr yurgan. 111 ming. Bahosi 71 million so'm aytilib turibdi. Spark 2011-yil ishlab chiqarilgan kraska, mayda-chuyda kraskasi bor. Bahosi 55 million so'm aytilib turibdi. Metani bor. Ballonlar sostanasi normalniy. Matiz 2005-yil ishlab chiqarilgan metan gaz ballon uстановка bo'lgan. Prostoy. Rasxoti yo'q lekin hamma narsasi tayyor. Chexol, polik. Umuman rasxot qilingizlar. 215 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bahosi 30 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz 1,5 so'm ustida kelishib olsangiz bo'ladi. 2009-yil Pollukis 4 yumshoq ballon qo'yilgan. Kraskasi bir qator asujit bo'lgan. Aynalar knopka, chexol, polik hamma narsasi bor. 214 ming kilometr yurgan. Poliklar tashalgan. Zo'rundan saka diskalar qo'yilgan, bo'sh ballonlar bilan. Bahosi 35 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz 1,5 so'm bilan kelishib olsangiz bo'ladi. Best 2010-yil kraska elde krelinde, ikki hand krelinde bor, yuzunda boshqari absolut Radnoy. Chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz ballonlari uстановка bo'lgan. 258 ming kilometr yurgan. Bahosi 37 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz buni ham savdolashib qolaverasiz. Damas 2022-yil ishlab chiqargan 51 ming kilometr yurgan kraskasi Radnoy. Absolut bir yeridan kraskasi yo'q. Metan gaz ballon uстановка bo'lgan. O'zini zavodskoy ballonlarida turibdi. Chexol, poliki bor. Bahosi 80 million so'm aytilib turibdi. Kelsangiz 1,5 so'm bilan ustida savdolashib olsangiz bo'ladi. Damas 1 2005-yil ishlab chiqarilgan 348 ming kilometr yurgan. Metan gaz ballon uстановка bo'lgan. Bahosi 33 million so'm aytilib turibdi. Ustida savdolashib olaverasizlar. Chexol, polik hamma narsasi bor. Rasxoti yo'q.
Boning Kraskiyadan asujit bo'lib chiqib turibdi. 07 2006-yil ishlab chiqarilgan 131 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ajoyib turibdi mashina. Proponda 4 yumshoq balon qo'yilgan. Kraskasi 2 detalında var. Başka yer absolut radnoy mashina. 2006-yil. Bahası 27 milyon so'm aytilibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm yana üstünde savdolashib olsangiz bo'ladi. Egidan gap turgan mashinamiz. Sotib beradi. Nexia 96-yil ishlab chiqarilgan. Kraskiya bir qator maydachada ishlangan. Metan gaz balloni ustanobga qo'ygan. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Metanning sroki 37-yil edim. Chexol poliga bor. 363 ming kilometr yurgan, o'zining halol yurgani. Bahası 23 milyon so'm do'stlar. Tikov bahada. Arzon. 2019-yil. Kraski 100% toza. Bosh balonlar qo'yilgan. Benzinda turibdi mashinamiz. 103 ming kilometr yurgan. Bahası 100 milyon so'm. Kobuk 2022-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi 100% toza. Metan gaz balloni ustanobga bo'lgan. 73 ming kilometr yurib turibdi o'zining halol yurgani. Pokoleniya metan gaz balloni ustanobga bo'lgan. Bahası 140 milyon so'm aytilibdi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 durada ekran nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bizlarga obuna bo'lmang, ko'rgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, podpishada o'tiringlar do'stlar.